Assalamu alaykum, hürmetlik radyo anlıqçı qarindoshlar. Vahiy panjasi programmamizning 20-soniga kelganlarni qizg'in qarshi olamiz. Hürmetlik radyo anlıqçılar, hammanglarga ma'lum bo'lgandek, biz bu programmamizda islom shahidi Sayyid Qutb rahimahullohning Fi Zilalil Qur'on, Qur'on soyasida nomli tafsirining birinci parisini diqqatingizga sunib kelyapmiz. İnşallah bugünkü yeni son programımızda diqqatingizga o'tgan soat va uning oldingi soatdagi sondagi programmalarımızda sizlarga sungan Yahudilik tabiati, Yahudilarniki bu Qur'oni Karimning sura Baqaraning 75. oyatidan 103. oyatigacha bo'lgan oyatlarda Yahudilar haqida keng doirada to'xtalganligi uchun bularning tabiati, bularning qanday xarakteriga ega ekanligi haqida bir qadar tafsiliy to'xtalib o'tgan edik. Inshaalloh bugungi sonimizdagi programmamiz ham shu o'tgan soatlardagi sonlarimizdagi programmalarning oxiri bo'ladi. Kichik mavzurimiz bo'lsa, iymon iqtidori mavzumizdan boshlab bugungi programmamizni davomlashtiramiz. Diqqatinglar radiomiz bo'lsin. Mikrofon oldida qarindoshlar Abdullah Yalqun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Allah subhanahu wa ta'alaga cheksiz hamdu sana ve Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e en güzel durut salamlarımızı yollagandekin programımızdan başlayımız qarindoshlar. İman iqtidori mavzu bilan programımızı başlayımız. Allah subhanahu wa ta'ala Sura Baqaraning 75. oyatidan 77. oyatigacha shunday deydi. Estaizu billah. Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. Allah subhanahu wa ta'ala bu ayetlerde şundak deydi. Ey Müslümanlar, emdilikti bularının, yani Yahudilarının iman eytişini ümit kılamsılar. Halbuki ulardan bir guruh adamlarının adeti şu bulup gelgen ki, Allah'ın kalamını anlap, yaxşı düşengendiğin kin, onu bilip durup özgertip etti. Ular Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge iman keltirgen müminler bilen uçuraşqalları da nime deydi? Qalu amanna, biz iman ettik. Biz mi bununla iman etimiz, biz mi işinimiz de şuna deydi. Bir bilen yalğız cayda tepişqalları bolsa şu nime deydi dese, ahmaq mısılar? Allah'ın silerge aşkarlıqallarını perverdigarınlar aldıda ahirette özənlarga karşı pakit bolsun dep ularga sözlep beremsizler deydi. Çünkü ular ahli kitap bolganlığı üçün ularning kitabıda Resulümüz, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin sübetleri tilgə elingan. Şunun üçün ular bilidi Peygamber aleyhisselam'ның Allah'ın peygamber ekenligini, ahir zaman peygamber ekenligini bilidi. Şunun için Allah bir bilan yalğız cayda tepişqalları bolsun deydi. Ya ahmaq mısılar? Allah'ın silerge aşkarlıqallarını, yani Allah sizlerinin şu bizning kitabımızda bədi bizge aşkarlıqallarını perverdigarınlar aldıda, Allah'ın aldıda ahirette özənlarga karşı pakit bolsun dep ularga sözlep beremsizler deydi.
acaba bular özlerining yushurgan yoki oshkorlaganlarini Allohning bilib turadiganligini uqmamdi bular deydi Alloh subhanahu va taolo. Alloh hamma ishdan xabardordir. Endi qarindoshlar, oldingi temaning oxirida biz Alloh taolo Bani Isroilning qalb holini tasvirlab bergan bo'lib, o'tgan sondagi programmamizda Alloh taolo Bani Isroilning qalb holini nihoyat go'zal shaklda tasvirlab bergan. Biz uningdan ularning naqadar qoqshal yuraklik, o'zgarmas qalb, qatmal iddiyali kishilar ekanligini bilib yetgan edik. Alloh taolo ularning qalbini ichidan biror tomchimi suv chiqmaydigan, hamda qo'l bilan oson silig'ilimi bo'lmaydigan, biror narsaning unishi yoki ichida biror hayotlik ilminatining tepilishi qat'iy mumkin bo'lmaydigan, intayin qattiq, nihoyatimi qo'tur toshga o'xshatgan edi Alloh subhanahu va taolo o'tgan sondagi programmamizda. Bu tasvir ularning ashu qatmal mingisi, pastkash tabiati, chiqisholmas mutaassib idish sababidan hidoyat yo'liga kelish salohiyatini yo'qotib bo'lganligini ifodalab beradi. Yuqoridagi tasvir ularning hidoyat yo'liga kelish salohiyatini yo'qotib bo'lganligini ifodalab beradi. Allah burun bu salohiyatini ayrilib qolganligini ifodalab beradi. Bu tasvir orqali Yahudilarning hidoyatga kelishidan umid uzilganligi tarafga ishora qilgandan keyin Alloh subhanahu va taolo yuqoridagi tasvir orqali Yahudilarning hidoyatga kelishini, hidoyat kelib qolamiki deydigan bu ishlardan umid uzilganligi tarafga ishora qilgandan keyin xitobning yo'nalishi nega qarab ma'no desa, xitobning yo'nalishi Yahudilarni hali ham bo'lsa-mu hidoyat deb qolamikin deb o'ylayotgan bir qism musulmonlarga yo'tkiladi xitob. Ya'ni hidoyat deb qolamikin deb o'ylayotgan bir qism musulmonlarga yo'tkildi xitob. Chunki ular bir amallarni qilib Bani Isroilni iymon nuri tarafga elib kelishga, qalbiga iymon nurini singdirishga tirishadi. Qur'oni Karim musulmonlarning qalbidagi bu xil umid arzularining ishqa oshmaydiganligini ifodalab, ularga savol tarzida xitob qildi Qur'oni Karim. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. Ey musulmonlar, amdilikda bularning, ya'ni Yahudilarning iymon etishini umid qilamizlar, tamom qilamizlar buni. Halbuki ulardan bir guruh odamlarning odati shu bo'lib kelgan. Bir guruh odamlar shunday ediki, Allohning kalomini anglab yaxshi tushungandan keyin, diqqat qilaylik qarindoshlar. Tushunmagandan keyin emas, yaxshi tushunib bo'lgandan keyin uni bilib turib o'zgartib ketadi dedi. Tushunib bo'lib, to'liq bilib bo'lib uning keyin o'zgartadi. Jahillik bilan emas, tushunmay qolganlik bilan emas, xatolashib qolganlikdan emas, balki ular yaxshi tushungandan keyin bilib turib o'zgartib ketadi. Kimning xabari bu? Janobi Alloh subhanahu va taolaning xabari. Bu yerda shu narsaga diqqat qilish kerakki, bundoq kishilarning iymon keltirishini kutkul bo'lmaydi, bundoq tabiatli kishilarning. Iymon aytadiganlarning tabiati boshqacha bo'ladi qarindoshlar. Ularning tabiati boshqacha bo'ladi. Har qanday shaklda. Ularda boshqacha bir salohiyat bo'ladi. Boshqacha bir salohiyat. Iymon aytadigan tabiat oddiy sodda, yumshoq keladi. Uning qalb derizalari barcha nurlar uchun ochiq bo'ladi. Har qanday haqiqat uchun ochiq bo'ladi. Allohning azali va abadiy hidoyat sarchashmasiga bog'lanishga va uning bilan sug'urilishga har doim tayyor turadi. Ularning vujudida his, ihtiyot va Allohdan qo'rqish tuyg'ulari bor ularning vujudida. Ularning tabiati Allohdan qo'rqadigan bir xil hissiyot bilan to'lgan bo'ldi. Hidoyatni qabul qiladigan tabiatli kishilarda. Ulardagi bu taqvolik, ya'ni Allohdan qo'rqish tuyg'usi ularni Allohning kalomini anglab, tushunib turib uni o'zgartirib qo'yishdan to'sib qoladi. Faqatgina shaxsiy xohishini va asabiyatini debla ilohiy kalomga o'zgartirish kirgizmaydigan bo'ladi. Hidoyatni qabul qiladigan tabiatli kishilar degan. Chunki iymon aytadigan tabiat butunlay oddiy sodda keladi. So'zni to'lg'ab, burmalab o'ttirib qo'yishdek tarsolikdan chuqum saqlandi bunday tabiatli kishilar. Bu yerda ishora qilinayotgani Yahudilarning eng bilimlik tabiqasi bo'lib,
yuqoridagi oyatlarda ishorat qilinayotgani Yahudilarning eng bilimli tabiqasi bo'lib, ular Alloh taolo tarafidan o'zlariga nozil qilingan kitoblardagi haqiqatlarni eng yaxshi bildiganlar edi. Bilmaydiganlar emas. Yahudi o'limalari o'z payg'ambariga nozil qilingan Tavratni anglab, tushunib turibmi uni o'zgartib tashlaydi. Asli so'zni boshqa bir narsaga aylantirib qo'yadi. Ularning bunda qilishi qandaqdir kalamning to'g'ri o'rnini bilolmaganligidan emas edi. Hargiz o'ylab qolmaylikki, ular Alloh ularga bergan kitobni, ularga tushirgan kitobni to'g'ri tushunmay qilib, xatolashib qolganmi deb o'ylab qolmaydi. To'g'ri bilolmaganligidan emas edi bularning unda qilishi. Balki bilib turib qasdan shunday qiladi ular. Bilib turib qasdan shunday qiladi. Hatta o'zlarining o'zgartish kirgizayotganligini yaxshi bilishadi, juma. O'zlarining shuningga o'zgartish kirgizayotganligini yaxshi bilishadi. Ularning fikr amallarining yugini nafsoniy xohishining shaxsiy g'arazlarining olqinda bo'lib, ular pastkash maqsadlarining depiga usul o'ynab yuradi. Natija bu edi. Asli maqsad bo'layotgan ish bu edi dedi. Ularning barliq fikr amallarining yugini nada? Aqlida, haqqoniyatning ustida emas, balki nafsiy xohishida. Shaxsiy g'arazlarining olqiniga tushib qolgan ular. Ular pastkash maqsadlarining depiga usul o'ynab yuradi. Demak, ular o'zi iymon keltirgan, "Voy biz iymon keltirdik. Biz buningdan boshqasiga ishonmaymiz" deb da'vo qilayotgan Musa alayhissalomning kitobiga shunda qabih muomala qilgan yerda o'zi to'liq ijro qilmagan bo'lsa ham o'zi iymon etdim deb da'vo qilayotgan Musa alayhissalomning kitobiga shunda qabih muomala qilgan yerda o'zgartib, xohlaganini ebtash etib, xohlaganini yeb qo'yib, xohlaganini yushirib qilayotgan yerda Muhammad sallallohu alayhi va sallamga nozil bo'lgan va ular o'zlari iymon keltirmayotgan Qur'oni Karimga uningdan mubattar muomala qiladiganligi turganli gap. Turganli gap. Chunki ular Muhammad alayhissalomning payg'ambarligiga azaldan iymon keltirmagan edi ular. Shunga o'zining ashu buzuq iddiyasi va botil pozitsiyasida qasdan tarsalik qilishadi. Biz ularning bu xil buzuq iddiyasi bilan botilni mahkam turib olishlariga qarab chiqadigan bo'lsak, islom da'vatiga qarshilik qilishlari, shundaqli islom harakatiga suiqasdlarini tuzib, bo'kton chaplab yurishlari albatta kutkili bo'ladigan tabiiy hodisa bo'lib tuyuldi dedi. O'ylab baqaylik qarindoshlar. Tarixdan buyon Yahudilarning bu xil buzilib ketgan buzuq iddiyasi ham uning ustiga johillik bilan botilning ustida ching turishdan iborat bu tabiatiga, bu xil psixikasiga qaraydigan bo'lsa, bir mu'min buningga qarasa, uning keyindan bu Yahudilarningki tarixdan buyon toki hozirgi davrimizgacha islom da'vatiga qarshilik qilishlari, har xil hiyla-mikr ishlab chiqarib, har xil musulmonlarni ozdirish uchun elib berayotgan, har bir elib berayotgan suiqasd plan, hamma narsani nurg'un bo'xtonlarning hammasi bu bizga normal ko'riladi. Nima uchun normal? Chunki bundaq tabiatlik maxluqlardan, bu xil buzuq tabiatlik maxluqlardan buningdan boshqa bir ish harakatni kutishingiz mumkin emas-ki. Aql qabul qilmaydi uni. Tabiati bu uningki. Qiladigan psixikasi, tabiati singib ketgan, qin-qiniga singib ketgan narsa bu. Bundaq tabiatli shaxslardan, kishilardan buningdan boshqa hech bir narsa insoniyatga chiqmaydi. Insoniyatga faqat rezillik, insoniyatni buzish, axloqiy jihatdan bo'lsin, har xil jihatdan insoniyatni buzishdan boshqa hech bir narsa chiqmaydi bunda xalqdan, bunda haqda degan narsadan iborat bir fikr maydoniga kelgan bo'ladi. Allah subhanahu wa ta'ala deydi ki: "Wa iza laqul ladina amanu qalu amanna wa iza khala ba'duhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaykum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun." Ular Muhammad sallallohu alayhi va sallamga iymon keltirgan mu'minlar bilan uchrashganlarida, Allohga iymon keltirgan mu'minlar bilan uchrashganlarida bizmi buningga iymon etamiz deydi. Biri bilan yolg'iz joyda tepishganlarda bo'lsa-chi, ahmoqmi sizlar? Allohning sizlarga oshkorlaganlarini Parvardigoringlar oldida oxiratda o'zingizlarga qarshi pokit bo'lsin deb ularga so'zlab beramsizlar deb buni deydi. Ahmoqmi sizlar deb.
ular haqni yo'shiradigan, Allohning kalomiga o'zgartirish kirgizadigan shuncha mas'uliyatsiz kishilar tursa, ajiba sizlar ularni so'zimizga kirdi deb o'ylayapsizlar. So'zimizga kirdi deb o'ylayapsizlar ularni. Ularning tabiatiga riyoxo'rlik, aldamchilik, munofiqlik, nayrangvozlik qatorliq shuncha iflos illatlar o'rnab ketganki, texi ularning ichida shundoq kishilarmi borki, musulmonlar bilan uchrashganlarda bizmi iymon etdik deydi. Ya'ni Muhammad alayhissalomning payg'ambarligiga iymon etganligini, chunki ularning qo'ldagi Tavratdami oxir zamon payg'ambar haqida uchuq bishoratlar berilgan. O'zlarining shu oxir zamon payg'ambarini qattiq tashnoliq bilan kutishayotganligini hamda Allohga duo qilib shu payg'ambarning vasitasi bilan bizni kofirlardan g'olib qilgin deb tilaydiganliklarini aytishadi. O'z vaqtida shuni aytishadi. Chunki Madinada Yahudilar bilan, ko'chman Yahudilar bilan u yerning asli egalari bo'lgan arablar o'z vaqtida birga yashaydi. Arab mushriklar. Bu vaqtda har qitim bir urush, jadal majra chiqqan vaqtida Yahudilar arablarga shundoq g'azab nafrat bilan pat arada yaqinda bir payg'ambar chiqadiki, biz shu payg'ambarga ergashib, sizlarni Ad va Iram qavmini o'ltirgandek o'ltiramiz deb shundoq va'dalarni berishadi arab mushriklarga. Buni davomli anglab kelganda arab Madinada yashayotgan arablar amaliyotga chiqqan vaqtida-chu, payg'ambar bo'lib kelgan vaqtida-chu, kitoblarda so'zlangan shu payg'ambar amaliy payg'ambar qilib avatilgan vaqtida qanday qildi? Asabiyligidan, nijisligidan, mening millatimning ishidan chiqmamdigan, arabning ishidan chiqamdi bu ishlab, shu chidamay Allohning ularga buyurgan buyrug'ini yepib, to'sib biz iymon etmaymiz deb inkor qilib iymon etmagan. Allah Sura Baqaraning 89-oyatida "Va kanu min qablu yastaftihuna 'alallazina kafaru." Ular ilgari qanday qiladi? Ana shu kofirlarga, shu Muhammad pat arada keldigan shu payg'ambarni ig'izga ep turib, pat arada shunday bir payg'ambar keldi, biz agishib anda qilamiz, mana qilamiz deb kofirlarga qanday qilsa, shu Muhammad alayhisalom tilg'ab turib shunday qiladi. Bir payg'ambarning kelganligini. Biz uningga agishib, sizlarni anda qilamiz, mana qilamiz deb. Biroq o'z ara yolg'iz yerda tepishganlarda bo'lsa, Yahudilarning ichida shunday kishilar borki, dedik yuqorida, mu'minlar bilan o'xshashganda bizmi iymon etdik deydi. O'z ara yolg'iz tepishganlarda bo'lsa-chu, bir-biriga alohida tanbih qilishib, Muhammad alayhissalomning haqligini isbotlaydigan Tavratdagi bishoratlarni musulmonlarga aytib bermaslikni qattiq jikilishadi bir-birisiga. Yo, nimishqa aytib bersizlar? Sizlar ahmoqmisizlar debdi. O'zining qanchalik ahmoq ekanligini hisob qilmay turib, buni unutib qolgan asosda bir o'zaro sizlar ahmoqmisizlar. Allohning sizlarga oshkorlaganlarini Parvardigoringlar oldida oxiratda o'zinglarga qarshi pokit bo'lsin deb ularga so'zlab beramsizlar deyshadi. Endi mana bu yerda ularning ilohiy ma'rifatga nisbatan ama qarug'u tabiati g'olib kelgan bo'ladi bu yerda. Ular Allah'ның haqqaniyat ilmidanmi ve haqiqiy sifatlarining tasavvuridanmi xoli ko'rindi bu yer. O'ylab boqaylik. Shunchalik qapoqvashlarcha o'ylaganki, shuni o'ylab qolganki, biz buni agarda mu'minlarga, musulmonlarga oshkorlab qo'ysak, hisobga tortilamiz Allohning dargohida. Biz bular bu kitobni yushirib qolsak, oshkorlamasak, Allohning oldida hisobga tortilmaymiz deb shu qadar bag'arazlarcha o'ylaganda qarab boqaylik. Bu so'zga qarab boqaylik. Alloh xuddi ularning yushirib qolsa bilmaydigandek, oshkorligini bilib yushirganligini bilmaydigandek. Allohga bo'lgan iymonni qarab boqaylik. İlahi ma'rifatga nisbatan amo tabiati g'olib kelgan bu yerda. Ular Allohning haqqoniyat ilmidanmi va haqiqiy sifatlarining tasavvuridanmi xoli ko'rindi. Ular o'z ko'nglida navoda bu so'zlarni musulmonlarga aytib bermasak, Alloh bizni hech qanday javobgarlikka tortolmaydi. Faqat so'zlab berib qolgan ahvolda javobgarlikka tortadigan dalil tepilgan bo'ldi Allohning oldida deb o'ylashganda, buni o'ylashini. Texmi kulkuli keli shuki, ular bir-birini hatto mushuningmi aqlinglarni ishlatmamsizlar deb tanqid qilishini qaranglar. Eng kulkuli keli. Ya'ni aqlinglarni ishlatmamsizlar deb tanqid qilishini qarab boqaylik. Aql idrak sahibi insonning bundoq gaplarni qilib yurishi nima degan g'alati, nima degan kulkili qarindoshlar. Alloh bizni o'z panohida saqlasinki, buningdek tabiatga, buningdek xislatga tushib qolishdan Alloh o'z panohida saqlasin. Alloh deydi-ki,
Avela ya'lemuna ennallaha ya'lemu ma yusirruna ve ma yu'linun. Acaba bular bu mahluklar özlerinin yuşurganları yoki oshkorlaganlarining hammani Allah'ның bilib turganligini uqmamdi bular deydi. Ha, uqmamdi bular deydi. Amdilikda Qur'oni Karim Bani İsrailning ahvolini musulmonlarga boshqa bir nuqtadan namoyon qilib bermoqda. Ularga bularning ichida ikki tabiiy kishilar bor. Birinchi tabiqa savatsiz o'qimagan kishilar bo'lib, ular nozil qilingan ilohiy kalam haqida hech qancha ma'lumotga ega emas. Ularning iddiasida faqat konu xurofotlar, shak shubha, chiroyli orzu umidlar yaralgan. Ular o'zlarini biz Allohning suyumlik, e'tiborli bandalari, mayli qanchalik gunoh o'tkazsakmi Allah bizning butun gunohlarimizni afv qilib o'tadi deb o'ylashadi. Şuna ular iddiasida asıllı nicatlık tepiş ümidini kucaklap o'ltirdi. İkinci tabiqi bo'lsa, bu xil jaholatin nahaq manfaatlanib kelayotganlar bo'lib, ular hech tap tartmasdan o'z oldiga oyatlarni o'ydirib chiqdi. O'ziga manfaatli sharhlarni berib, Allohning kitobining ma'nosini boshqa bir narsaga aylantirib qo'ydi. O'zi xohlaganini yoshirib, xohlaganini kishilarning oldiga qo'ydi. Öz qo'li bilan yezib chiqqan narsalarni Allohning kalomi deb davron soladi. Ular faqat fani dunyolik shaxsiy manfaati uchun shundaqla o'zining kattaligini va kishilar orasidagi rahbarlik o'rnini saqlab qolish uchun bu turdagi ishlarning hammani qiladi. Allah deydiki: "Wa minhum ummiyun la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun." فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. Bularning ichidagi bir guruh kishilar savodsizlar bo'lib kitobni o'qimaydi. Faqat o'zlarining asossiz umid orzularini ko'tarib o'ltirdi va faqat vahim gumonlari bilan ish qildi deydi. Bu bir tabiqa. Ondan deydiki, o'z qo'li bilan shariat kitobini yezib, uni azroqli foyda tepish uchun kishilarga bu Alloh tarafidan nozil bo'lgan deguchilarning holi voy deydi Alloh subhanahu taolo. Ularning o'z qo'llari bilan yezishib olganlarimi va topgan foydalarimi halokatning vositasidir. Ularga mu halokat, ularga mu voy bo'lsin deydi Alloh subhanahu taolo. Bu her ikki xil tabiqining va bularga o'xshashlarning ilohiy kitobning hukmlarini o'zgartirishdan voz kechib, haqni qabul qilishini qanday kutgili bo'lsin qarindoshlar. Bu har xil ikki tabiqiningki va bularga o'xshashlarning va bularning depida usul o'ynaydiganlarning ilohiy kitobning hukmlarini o'zgartirishdan voz kechib, men haqni qabul qilay deb haqni qabul qilishini qanday kutgili bo'lsin. Bundaqlarni iman aytib, musulmonlarning so'ziga kirib qolar deb umid qilish foydasiz. Ularni faqat halokat, vayronchilik kutmoqda. Bundaq bo'lishi nima uchun? O'z qo'llari bilan yozgan narsalarni Allohga do'ngab qo'yganligi uchun bo'lib, bu halokat, vayronchiliklar ularning o'z tafovutidir. Ularning o'z tafovutidir. Hürmetli qarindoshlar, vaqt munosabati bilan bugungi programmamiz, ya'ni Vahiy panjasi programmamizning 20-soni bugun mush yerda oyoqlashadi. İnşallah Allah subhanahu va taala ömür bersa, atiki programmamizda yangi sizlar bilan yuz ko'rishgacha sizlarni janobi Allah subhanahu va taolaga topshiramiz. Qadrli qarindoshlar, butun dunyodagi barliq qarindoshlarinlar uchun shundaqla kamina ojiz uchun ham ijobatlik duolaringlarda dua qilib qo'shinglarni chin qalbimdan